Ko'rdingmi? Shunaqa chiroyli modelda oldim. Shunaqa zo'r yarashdi, ishon. Seni deb bugun ota-onalar majlisida sharmanda bo'ldim. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Kamroq telefon o'yna, ko'proq darsingni qilgin. Oyijon, tushunmayapman. Tushuntirib bering. Telefon o'ynamasdan kitob o'qisang, keyin tushunasan. Ko'rdingmi? Rosa chiroyli ekan, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi? Tinchlik emasdi, dadasi. Bugun ota-onalar majlisiga borgandim. Qizingiz sharmanda qildi hamma ota-onani oldida meni. O'qituvchisi aytayapti, o'zlashtirish past, hamma o'quvchini oxirgi darajada o'qiydi. O'zingiz bir gaplashib qo'ying. Mana qizim, bugungi darsimizni nima qilyapsan? Bugun birinchi bor nima dars qilganimni tushunib yetdim. Voyjon. Dadajon, har kuni birga dars qilaylik. Kelishdik, xo'p asal. Kelishdik. Tushuntirib qo'ydingizmi dadasi o'ziga? Ha. Mana. Mashina keldi. Voy. Men ham mashina haydaymanmi? Ha. Voy. Bu ishxonamga keldi. Nimaga bu? Endi ertadan boshlab sen meni o'rnimga ishga chiqasan. Ertalab kelasan. Rahbardan so'kishni ishlasan. Kechgacha o'sha xizmatni berasan. Uyga kelib damingni olasan. Men esa qizimni tarbiyasi, darsliklar bilan shug'ullanaman. Chunki har kuni ishga borib kelib, charchab farzand tarbiyasiga ulgurmay qoladi. Shuning uchun sen ishlay qol. Qizimni ertaga kelajakda turmushga bersan, uni quloq qilib bera olmayman. Uni taqdirini seni dugonalaring gruppasi hal qilib bera olmaydi. Bir gap, hech qachon esingdan chiqmasin. Oilada erkak olim bo'lsa, oilada bitta farzand olim bo'ladi. Agar oilada ayol olima bo'lsa,